Bugungi kunda yoshlar tarbiyasi, ayniqsa ularni milliy qadriyatlar ruhida voyaga yetkazish muhim vazifalardan biriga aylandi. Globallashuv, axborot texnologiyalari tez sur'atlarda rivojlanayotgan bu davrda yoshlar ongi va dunyoqarashiga turli ta'sirlar kuchaymoqda. Shu bois ta'lim muassasalari, jumladan oliy o'quv yurtlarida ham milliy qadriyatlar asosida ma'naviy tarbiyani mustahkamlash, sog'lom dunyoqarashni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Samarqand davlat pedagogika institutida bo'lib o'tgan talaba yoshlarni milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning dolzarb masalalari, muammo va yechimlar mavzusidagi seminar ham ana shu maqsadga qaratildi. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi Samarqand viloyat bo'limi tomonidan tashkil etilgan tadbirda Samarqanddagi barcha oliy ta'lim muassasalari prorektorlari qatnashdi. Tadbirda ommaviy madaniyatning yoshlar ongiga ta'siri va uning salbiy oqibatlari, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish madaniyati, milliy qadriyatlarni talaba yoshlar ongiga singdirish yo'llari kabi masalalar atroflicha muhokama qilindi. Seminarda ilgari surilgan fikr va takliflar yosh avlod ongida milliy qadriyatlarga hurmat tuyg'usini mustahkamlash, ma'naviy barkamollikni oshirish va axborot maydonida ongli, mas'uliyatli faoliyat yuritish ko'nikmasini shakllantirishga xizmat qiladi. Joylarda o'tkazilayotgan bunday tadbirlar esa yoshlarni zamonaviy bilim va milliy ruh uyg'unligida tarbiyalash, jamiyatning ma'naviy kelajagini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi.